Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Salati. Bu namazga alaqadar meseleler üstü toxtulduğan bölüm bu deyildi. Biz hem de El-İhtiyar li-Ta'dil Muhtar degan kitapni o'qiyotimiz emasmi? O'qgandiki mana oldingi darsimizda tahorat edish. Mana bunun üstü toxtaldik. Bu 17-18 ders oldu. Hozir endi namozni qanday o'qiymiz? Chunki namoz o'qishdan burun u odamniki o'zi tahorat olmasa, u namoz uchun namoz bo'lmaydi endi. Namozniki bo'lishi uchun jazman u odam mana biz oldingi darsimizda o'qigandak osh shartga tushgan holatda shu tahorat edish kerak. Şu şartga tushmasa u odamniki olgan tarti, u odam namoz o'qisa, namoz uchun bo'lmaydi. Shunga har qanday kitobda, bizniki fiqh kitoblarimizda mana bosh tarafda tahoratdan boshlaydi. Undan keyin namozdan boshlaydi. Ana boshda namozning farzini qancha dedik? Undan keyin sunnat qancha, mustahab qancha, tahoratni nima sundurdi? Bu kichik tahorat dedik. Uningdagi cho'ng tahorat var. G'usl. Mana g'usl qilish deganiki farzi qancha, sunnat qancha, g'usl qildirishni vojib qiladigan, ya'ni g'usl qildirishni vujudga chiqadigan omillar u nima? Mana uning usti to'xtaldik. Uningdan keyin mana qanday suvda tahorat olamiz? Qanday suvda olmaymiz? Buning usti to'xtaldik. Uningdan keyin tayammum degan nima? Masih degan nima? Mana onu to'xtaldik. Uningdan keyin mana kiyim-kechak va badallarimizni pokiz qilsak. Qanday pokiz qilsak, nima bilan pokiz qilamiz? Uning usti to'xtaldik. Uningdan keyin eng oxirida nimaning usti to'xtaldik? Istinjo. Istinjo degan nima? Buning usti to'xtaldik. Ya'ni istinjo degan o adam cho'ng tahorat qilgan vaqti yoki kichik tahorat qilgan vaqti o'zida uni pokizlashniki o'zini nima deydigan bo'ldik? Uni istinjo deydigan bo'ldik. O istinjoning o'zi tahoratning ichiga kirmaydi. Chunki o adam mesela tahorat botiruqlig'in yel chiqarish yoki badanniki bir yeri mesela qonab ketish yoki bo'lmaydi hushidan ketish deganidek bundoq bir narsa bilan tahorat sinib ketsa o odamniki istinjo qilmasinchi bo'ladi. Chunki pokizlaydigan narsa yo'q. Shu tahorat singan bilan pokizlaydigan narsa yo'q. Ana o aniki buning usti to'xtaldik. Endi nimaning usti to'xtalmanda namoz. Ve bu İslam nima uchun desa, namoz degan İslam dinimizda bir odam musulmon bo'lgandan keyin la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degandan keyin birinchi bo'lib qiladigan ish u odamning gadiniga namoz. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degandan keyin men musulmon bo'ldim degandan keyin u odamning o'zi balog'at yetgandan keyin sog' salomat bo'lsa, mukallaf bo'lsa, mayli qiz olsun, mayli er olsun, cho'ng kichik olsun, balog'at yetgandan keyin shu odamniki gadiniga mana namozniki o'qishi farz bo'ladi. Farz bo'ldi degan gap, u ishni qilmasa, u odam Allohniki buyruqqa qarshi chiqqan bo'ladi, cho'ng gunoh kabira o'tkazgan bo'ladi degan gap. Chunki namoz Alloh taolo mana bu insonlarni bir kech kunduzda 5 qatim o'qishga nima qilgan buyurgan. Mana islom dinimizda buyurgan ahkomlarniki hammasi degidek mana Peygamber Allah Teala vahiy orqali mana Peygamber sallallohu alayhi vasallam uqtirib, ondan keyin insonlarga nima qilgan, uqtirgan. Masalan, zakat deyli, ro'za deyli, haj deyli, yolg'on gap qilmaslik, jihad qilish deganidek mushtaq narsani mana vahiy orqali uqtirgan. Ammo namozni cho Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni o'ziniki dargohiga chiqqan vaqtdagi o'zida, ya'ni meros chiqqan vaqtning o'zida shu yerda farz qildi. Shu yerda farz qildi. Bu eng muhim shu. Namoz mana mu'min bilan kofirniki o'rtasida farq etadigan birdan bir alomat belgan namoz. Bir odam shu ulamolarimiz mushu namozni o'qimagan tark etgan odamniki o'zi bo'lib qolsa, islom hokimiyati bo'lib qolsa, buni turmush solab o'ltiramiz deydi. Öldürüş halal deydi. Bu çünkü namazniki özünü Peygamber'in bir qancha hadisi var. Benim mümin bilen Müslümanlarınki o'ttirishki farq namazı okumaslik. Kim namaz okusa Müslüman boludu mümin.
Kimki namazı okumaganımız kafir oludu deydi. Bu doğru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin var. Es-salatu imaduddin degandek. Hem onun üstüge mana Allah Teala bu bütün buyurgan emellerinin içinde, talimatlarının içinde Allah Teala yüzdeki dergahıga kışırıp Peygamber sallallahu nima qilib farz qilgan. Bu baş buyruk o'xshamaydi bu namaz. Bu bek muhim. Aslida namazdagi farz bo'lishi qancha qatim? Bir kecha kunduzda 50 vaqt o'qishga farz qilgan Allah Teala. Bir kecha kunda, ya'ni 24 soatda 50 qatim o'qiysiz degan gap. Her 20 yani yarım saat desem umarım bo'lmaydi. 24 saat olsa yarım saati 48. İki vaqt namoz eshib qoldi. Yani o 28 minut, 29 minutta bir namoz o'qishga aslida shundoq farz qilgan. Birinchi qatim. Mana Alloh taolo Payg'ambar sallallohu shu Mirojga chiqqan vaqtimizda, o'sha chiqqan vaqtimizda qilgan namoz shuti. Shuni Payg'ambar sallallohu qaytdi. Qaytgandan keyin shu birinchi qat, ikkinchi qat, uchinchi qat, to'rtinchi qat, har bir qat osmonda nimalar payg'ambarlar bo'lyapti. Shu yerda Musa alayhisalom uchib qoldi. Musa alayhisalom uchib qolgandan keyin Payg'ambar alayhisalom so'raydi. Sana sen Rabbing sening ummatingga va sana nimani farz qildi degan namozga qanday degan 50 vaqt namoz qilib farz qilib bir kechkin so'y. Yo'q, sen bo'lmabdi. Men Bani Isroilni tajriba qilib baqdim, seni dem. Bular Allah'ın emir fermanı qilib bulamay shunda gunohkor bo'lib ketdi. Unda o'g'andan keyin sen Allohga qaytib de. Bu namozni tushirib bersin deydi. Ama aql deb Allah Peygamber alayhisalom Musa alayhisalom qashidi, yine Allah Taala tarafga bordi. Bergandagi boshqa tim 5 vaqt namozni tushirdi, 45 oldu. Yeni deydi, muşta voy bo'lmabdi, yeni deydi, yeni de bir orqali mushunda qilish orqali eng oxirida 5 vaqt namozni tushirdi. 5 vaqt namoz tushirgandan keyin Musa alayhisalom yana u yerda sen yeni so'rama Allohdan. Seninki ummating buni qilib bo'lmaydi, gunohkor bo'lib ketadi, kofir bo'lib ketadi, o'qib bo'lmaydi bu insonlar. Men Bani Isroil o'g'an Yahudin tajrib qilib baqdim. Buni qilib bo'lmaydi desa Payg'ambar alayhisalom deydiki, men endi yuzim qizardi. Deydi shuna Alloh taolo, mana meniki dargohimda so'z mush tugaydi oxirati mushu o'zgarish yo'q. Kimiki 5 vaqt namozni o'qisa 50 vaqt namozni o'qigan bo'ladi deb oxirgi so'z mushu deb shuni to'xtatib o'tadi. Men namozdagi muhim ekanligi bu yerda. Hem namozdagi o'zi, namoz degan ibodatning ichida mushu insonlar Allohga qulchilik qilgan ibodatning hammasi markazlashgan. Hammasi mushu namozning ichida bor. Shunga bu namoz bak muhim. Namozni o'qimagan odamning o'zini dindan bir nasiva degilichi bo'lmaydi. Hem naviyati deganimizda ba'zi ulamolar uni kofir desimi, dindan chiqib ketdi deganning o'zida o adam namozning farz ekanligini biladi ekan. Alloh taolo farz qilibdi, payg'ambar sallallohu buribdi, islom dinining muhim ikkinchi rukuni ekan. Mana islom dini qancha rukundir? 5. Mana 5niki mana nimasi uchun mushu. Birisi la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh, endi namoz. Mana mush 5 narsaning ustiga mana islom din mush 5 narsaning ustiga to'xtaladi. Bütün ahkam mush 5 narsadan andikin mush jihad qilish, hijrat qilish, mana hijoblanish, uni yaxshi gap qilish va hokazo degan amallarning hammasi mush 5 narsaning ustiga qurilgan gap. Agar shuning ichida birisi bo'lib kelsa, shu payg'ambar ham deydiki, as-salatu imaduddin. Namoz islom diniki turiga deydi. Mesela o'yning turiga bo'ladi, tutib turadigan. O turi bo'lmasa nima qilib ketadi? Ölçüp gidiyor. Şunu da şu bütün Müslümanların bütün faaliyetinin hemmesi 5 neslin üstü olacak namaz İslam dinimizin türü deydi. Asas Türk nokta. 5 Türk olsa mesela bir binanın ki 4 tane 4 tarafta olsa o türde en mühim türün birisi oldu. Namaz şu. Şu Peygamberim aç türünün ki yüzü muşun neslin üstü kuruldu. Eğer muşun nersini o adam kalmasa fakat edemettin. Dinni yıktı var. Yani İslam din o adam bulmagan boludu diyen Peygamber hadisi var. Yine ayette diyenimizde bir mümin bilen müşrikninki oturusundaki fark namaz diyen Peygamber. Yani bu doğru nacık hadisleri var. Onda o an iken şu bu namaz bek mühim. Namaz bek mühim bu an iken ahkam meselindeki üzerinde şu an fikri kitaplarının hemmisi de başta taharet oldu, onundaki namaz oldu. Bu namaz. Onundaki namaz tügendiyken andaki zakat geliyordu, zakattayken roz geliyordu, rozudayken andaki hac geliyordu. Bu çünkü bu emellerin içindeki birinci katada durduğu neme namaz.
La ilahe illallah Muhammed Resulullah dep bo'lgandan keyin namoz bo'ladi. Namoz bir vaqt emas, ya haftada bir qator o'qib bo'lgan juma emas islom dinimizda. Ya yilda 2 bayram namozi namoz emas. Namoz degan, namoz o'qish farz degan gap bir kech kundazda 24 soatning ichida 5 qatim o'qiydigan namoz degan gap. O namoz o'qidim degan bir vaqt namoz demaydi. Mesela bir adamın kolu desek bak kol degan, mana shu ba'zan hammamiz qo'l bo'ladi ya, hammamiz qo'l deymiz. Anda o 5 tali namoz bo'ladi. Man qo'limizda bir yermada o'z kamtik bo'ladi. O'shaningizda o adam namoz o'qimadi degan gap. O adam rasmiy farz ekanini biladi ekan, ishini ekan, o'qidi ekan. Ashuni o'qib turib, joyli qilib, unmasa unmay, o'shaning o'zida buni inkor qilib, menga nima ishdi u namozni qildi, nima keldi deb onu resmi işini inkar kılıp uçağını özünü okumagan bolsa o din çıkardı. O adam mayli Uygur olamdı, mayli başka mayli roz tutup kessin mayli, zakat yiyip kessin, haj kılıp kessin mayli, mayli o adam o ayağının yüzü hicapını kessin mayli o ayağın o adamın yüzü şunda bir itikat bulup namaz okumayınca din çıkardı. Ama sıkıptı. Ben okuyman dep bu namazdaki vaktide okuş o pers. O adam onu kılmagandan keyin o adam hem günahkar ötküzüdü. Devamlı kaçta kısa, sol sıkıp ben okuyman dep onu ehemmiyet vermese uçanıki üzüde bu adamniki üzü şununla net bir kata okumadı. Bir vaqt namaz bir günah oldu. 2 kata oldu, 2 günah oldu. 3 kata okum 3 günah. Net gibi bir keçide okumuz 5 kata. En günah kebir olgan oldu. Yani bunun tövbesi nime? O adam onun tövbesi kılış için o adam cezmen mana uyutib ketgan namozniki o'qiyamay qolib qolganimiz qazosini qilish kerak. Qazosini qiladi. Qancha qatim o'qiyamagan bo'lsa, qancha yil o'qiyamagan bo'lsa, uni hisoblab, mesela 1 yilda degan 365 kun. Har bir kunda 5 vaqt namoz o'qimadim. Anda o'qigandan deb ashni hisoblab, men shu o'qiyamadim deb, men hisoblab qo'yib, andagi qazosini qilib, andagi qilish kerak, andagi tövbesi çok bo'ladi. Bo'lmasa o dunyoga ketib qolsa agar Alloh taolo afoks qildi, bo'lmasa u do'zaxga kirib jazolanadigan gap. Shuning uchun namoz bek muhim. Namozniki ichidagi mana namozni o'zimizga xohlagan vaqtda o'qishga bo'lmaydi. Men anda vaqt o'qiyman desakchi bo'lmaydi. Mana har bir namozdagi muayyan islom dinimizda bekitgan bir vaqti bor. Bu vaqtni biz nima qilishimiz kerak? Bilishimiz kerak. Chunki bizniki hayotimiz bu dünyada qanday bo'lishimiz, oxirat jannat kirimizmi, do'zax kirimizmi? Bizniki shu ishimiz nimaga bog'liq? Mush namozga bog'liq. Namozniki mana qanday bo'lish uchun namozniki vaqtini bilishimiz kerak. 5 vaqt namoz o'qigandan keyin 24 soatingizni 5 nima var? 5 tane vaqt var. Shu vaqtning ichida o'qishimiz kerak. Unda o'qigandan keyin biz şu 5 vaqt namozniki her bir namozning vaqtini bilishimiz kerak. Shu vaqtini bilib o'qishimiz her bir mu'min, musulmon, ayol, kichik cho'ngninki gardiniga bu nima o? Farz. Bu nihoyat muhim farz. Mana ba'zida 8, ba'zi 12 deydi, 32 deydi, 48 deydi. Shu farzning ichida bu adam zot bilmisi bo'lmaydi. Buning uchun namozning her bir namozning vaqtiniki o'zini bilib turib, ashta o'qishimiz nima o? Farz bo'ladi. Shuna birinchi bo'lib namazın gepli qanday ekanlar, namazın vaqti bo'ladi. Namazınki vaqtida qaysi namazın başlandı? Mesela bir kech kunda bomdoddan boshlanadi. Undaki peshin bo'ladi, undaki asr, undaki namazsham, undaki xubdan bo'ladi. Mana shu 24 soat 5 vaqt bo'linadi. Bo'lingandan keyin har bir vaqtniki ichida birdan namozni o'qish va u namoz boshqa bir namozlarga, boshqa vaqtda namozini o'qimaydi, o'xshamaydi. Mana buni aniq qilishimiz uchun bilishimiz kerak. Şu bu kitabın özüde mena kitabı salat dep bulup akıdallah bamdad namazın vakti deyiş şu bu sebepten emdi. Çünkü biz kopka vaktimizde birinci kalıp okuyduğun bamdad namaz. İşte bu bamdad namaz. Mena bamdad namazda tam atka vaktimizde kopka vaktimizde biz kanda kılımız, taharat alımız yani yukarı kadar Bismillah dep, perz, hemen sünnette kılıp taharat edip anda kılımız bu neyim buludu. Şu meyade deydi vaktul fecri. Bamdad namazınki vakti. Bamdad namazınki nemisi vakti. Bizim Uygur tilinde ne deymiz onu? Bamdad namazınki vakti deymiz. Mene bamdad namazının vakti kaçaniki ikinci tan. Doğrusu olan tan çıkan vaktin başlanıp gün çıkan kadar doğru. İkinci tan var. Yani motoriz. Deydi o
Bu şu şərh tərəfdən taң atqan vaxtın özüdə bu Allah işte bəlkitken iki xil taң oludu. Birisi sübi kazib deydi. Yine birisi sübi sadık deydi. Sübi kazib degen resmi taң etişten burun bir qatar şundaq appa qayda bakıp onu yoqap ketidi. Bu vaqt emas. O çağda o pişin bamdat namazı kirmeydi. İkinci taң var. İkinci taң degeni şu. Mu'tariz degeni. O ikinci taң ki o taң qandaq çıkı dese atırımda aydın oldu. Bu oldu. Mene şu vaqt şundaq kirdi. Şu kirgen vaqtın başlap gün çıkıp ketken vaqt kişilik. Mene aş taң anım kıldı. Muş gün çıkka vaqt boğan arlıqta men muşu vaqtın üzüde qaysı vaqtı okusak mene bamdatnınki işkirket perzini öz vaqtını imkan bolumuz uqanço bolumuz. Bu yerde namazın vakti ezan emas. Ezanı çünkü ezan mene tövende keldi. Ezan bu namazın sırtı bir iş. O ezan okuşu mene namazınki vakti kirdi dep ne okup berdi o muezzin dep berdi. Şu an biz hem de meyada bunu bilgendik ki biz bunu özümüz aşılaqçı belgişimiz gerek. Hazır hem de namazın vaktini hem yerde dünyanın hem yeri saat qarab bildi alıp getdik. Çünkü hem teknoloji terakki edip ketkendiği için hazır gününü kaçalık çalgan, tağını kaçalık yalgan, hem jillap onu istatik kılıp hem şu uqtanıp ketdi. Onu qarabçı belki sekçü bolu dendi. Onda onun için bamdat namazın vakti kalken taң yoruğandı tatip, ezan emas. Taң yoruydu. Taң yoruğandı tatip, gün çıkışılık boğan ağırlıkta okusak, mene bamdat namazın vakti için şu boğan bolu, şu çanı uzsak, doğruçu boğan boludu. Hem de gün çıkıp boğandan keyin pişin boğuşluk ağırlıkta bir perz namaz yok. Ama şu ağırlıkta mesela zuha namazı deyim, çaşvah namazı, başka namaz var, onu okusak nep namazı o buludu. Ama gün çıkıp boğandaki pişin namazı vakti için bir işleydiğin vakit. Şu o vaktin üzerinde ben Allah Teala bir namaz perzi çok kılmagan. Hem de onda o anda deydim ikinci namaz nimeti pişin. Pişinninki namazın vakti gün kayrılgan vakitini başlaptır. Gün taz cin çoludu. Cin çölüp şundakla garip taraf şundak karlamda şundak karlığa vaktin başlanıdı. Ne geçecekse bir şeyinki sayısı yüzdeki 2 okşuğa yetken kadar. Peyzavaldan başka. Peyzavaldan başka. Mene gün mesela şerhte çıkan vaktimizde manasının sayısı mene mayak mıdak mamudu. Gün bu da uttur kelgende cin çoludu. Cin çu boğan vaktimizde gün mesela cin çolup şundakla mayık arıldı ama saymadakla çok karıldı. Men gün şöyle midakla karılganda taat pişini vakti kirdi deyimiz. Kirgendeyken şu çanı binası texnik mesela kısak sizik. Men bunda bir sizigini ekesek. Men manın sayısı mesela kelgen bolsa o çanın üzerinde man peyzaval deydi man olama arlığınınki üzerinde. Men muş peyzavaldan başka muş nerseki sayısı men müştak olgandikin mesela 1 metre deydi ya 50 san. 50 san bolgandikin o çanın üzerinde ma gün mayız götkendikin ma say mayız gimanı demdi. Mayız gimanı vaktimizde men mayet 50 kilo do men da bir 50 onu deyin bir 50 yani 1 yarım metre kelgen vaktimizde manın sayısı men muşu arlık. Men muşu arlıkça pişini okusakçı buludu. İşte pişini okusak, mene bu pişinninki nemisi olgan bolup ya da vaqtiço bolgan boldu. Men töreket permişadi okusakçı nayet kengri mene. Bu nemisi kengri. Bu İslam dinimizde namazınki perz ikenligini hiç kanda bir vaktin işqa, bir işqada meşgulat işqa tesir kılmaydı. Bir vaktinki perz namaz okusakni 5 minut ketidi. Tərat alsak nayet yaxşı iş pagiz olmaz. Onu bir 2 minut ketidi. Ya 3 minut, ya 2 minut, ya 3 minut. Onu tərat hep okuyumuz perzi okuvasakla ya 5 minut ya 2 minut perz tügeydi. 5 minut en az. Şundan o adamın işlep kesip oldu. Hiç kanda bir takışıdan pen texnikiga, terakkiyatga, işleyen zavutga, müdürlükka, başlık oluşka hiç kanda bu ibadet takışıp kalgan yeri yok. Yani bu yok. Hem de kaçan ki hem de pişinin vakti çıksa, pişinin vakti nemeti her nersinki sayısı mene iki peyzavaldan başka iki okşaş meselege yetken boldu. Mene şu vakt mene şunda bu yani iş şirketime şunda çıksa mene əsr namazınki vakt kirdi. Men şundan kirgendiyken meyadi ço bir şey geldi ki şundan mı öttüme əsr vakt kirdi deyimiz. Meyadamın el ihtilaf var. İhtilaf degen gap qasasa Peygamber'imizde rivayet qan. Bu rivayet 2. Men bu namazınki yüzünü berkitişte
Peygamber aleyhissalatu vesselam Miracı çıktı mı? Miracı çıkkandan keyin Allah Taala tarafından 5 vaqt namoz berkitdi mi? Berkitgandan shu kunning o'zida Cibril aleyhissalatu vesselam tushib Peygamber bilan Bamdadda birinchi vaqtning o'zida imom bo'ldi. İmam oldu. Yani bir günün üzerinde 5 vaqt namoz imom bo'lib, ikkinchi kuni kelib, birinchi qatimda her namozning birinchi qatimda imom bo'lib ko'rsatib qo'ydi. İkinci kuni andikin shu vaqtdagi namozning eng oxirgi vaqtida imom bo'lib berdi. Andikin imom bo'lib berib, Jibril alayhisalom nima dedi? Mana hey ummat, hey Muhammed, sen va senin ummatlaringniki 5 vaqt namoz o'qiydigan her namozning vaqti meni mushada o'qigan bo'lsa, mush vaqtning ichida o'qigan bo'lsa, to'liq bir shaklda o'qigan bo'ladi deb shundan uchun qilib berdi. Bu namozdagi vaqtini berkitishda ya'ni hech qanday bir odamning ijtihodi nima yo'q. Bu Allah Taala tarafidan berkitilgan nima o hukm. İnne salata kanat lil mu'minina kitaben mevquta. Mana her namozniki mana mu'minlar uchun qaysi vaqtda o'qidiganligini Allah Taala bu nima qilgan muayyan vaqt uchun berkitgan deydi. Berkitsa Peygamber mana Cibril alayhisalom tushirib, shu nima bevosita tushirib berkitib deb berdi. O'z imom bo'lib. Ammo qolgan amallar unda qilmadi. Jibril alayhisalom unda ko'rsatib bergan az. Ammo namoz kelgan vaqt muhim bo'lgandan keyin men Alloh o'zlariga qoida tushandi ve farz qildi. Jibril alayhisalomni evatib andiki namoz vaqtini o'qtirib deb berdi. Birinchi kunda hamma namozning 5ga avval kirgan vaqtda imom bo'lib berdi. Ikkinchi kun eng oxirgi qadar, ya'ni namozning eng oxirgi vaqtda imom bo'lib, men mushu vaqtning o'zi namozning vaqti meni mushu deb berdi. Men buni qaraganimizda islom dinimizda namozniki o'rni pek muhim. Oddiy qarashga shu bo'lmaydi. Mayadamda pishinniki vaqti chiqsa ixtilof bo'laman dedi. Endi bu Peygamber sallamniki bir hadisi da. Mana nima degan desa, bir narsaki sayısı yüzdeki bir o'xshi yetgan vaqti pishin vaqti chiqadi degan bir hadisi bor. Endi bir hadisda Peygamber sallamniki degan endi bir hadisida, ya'ni har shayniki ikki misli kelgan vaqt o'zida sayısı buni chiqadi degan bor. Bu bor. Shuma rivoyat o'xshamaslik degan gap asosan. Mana qaysi mazhab bo'lsa chiqayotgan vaqtning o'zida pishin chiqdi dedikmi? Çıqqandan keyin artıq bir narsa yo'q. Ammo endi bir rivoyat kelsa artıq kichkina vaqt bor. Shu chiqdi, asr kirdi. Shu asr shundala oxir vaqt tugidi, namasham kirdi. Namasham vaqt chiqdi, xubdan kirdi. Ammo Bamdadniki vaqtlik chiqish bilan pishin vaqti kirish artıq yo'q. 7-8, 5-6 saat, 3-4 saat, 4-5 saat vaqti bor. U yer bir namoz uchun yo'q. Bunu bilib verishimiz kerak. Bu bir alayda muhim bir vaqt. Endi asrning vaqti shu pishin shundaq chiqib bo'lgan vaqtdan boshlandi ekan. Ammo asrning vaqtining oxiri nima bo'lsa, shu kun o'ltirmagan qadar. Kun o'ltirmagan qadar asr namozining vaqti bo'ladi. Men mush vaqtni o'qsak, asrning o'z vaqtini imkon bo'lmaymiz, o'qancha bo'lamiz. Endi qachoniki mana kun g'oyib bo'lsa, ya'ni kun imkon bo'lsa, o'ltirgan bo'lsa, shunday kun o'ltirgan bo'lsa, o'chanizda namoz shamniki vaqti shu kirdi. Men kun o'ltirgan bo'lsa, shunday kun o'ltirdimi, namoz shamning vaqti kirdi. Kun o'ltirdi degan gap biz yashayotgan shu rayonniki o'zida kunniki dumbuloq nimirsa shundoq, ya'ni shundoq kirib ketdimi, o'ltirdi deb biladi. Ammo u odamning o'zi, masalan, mayar yashayotdi, g'arb tarafda tog' bor, yo egiz bir narsa bor. O'chanizda tog' bo'lmagan bo'lsa, o'chan o'ltirmaydi, bu taqqa nima qarab o'chaning o'zida men o'ltirib ketdi desak-chi bo'lmaydi. Atrofidagi tuzdan adamga nisbatan uni nima qilamiz yo'da bilamiz. Endi namoz shamning vaqti mana shafaq g'oyib bo'lmagan qadar, shafaq yo'qolib ketmagan qadar deydi. Ya'ni namoz shamning vaqti kun o'ltirdimi? Kun o'ltirgandan keyin shu sharq tarafda bir qizillik bo'ladi. Shunday qizillik bo'lgandan keyin shu qizillik tugagan qadar namoz shamniki vaqti bo'ladi. Bu shu namozniki ichidagi eng vaqt qisqa vaqt namoz shamning vaqti. İmam Şafii rahmetullahi aleyhin yazıda namazdan vaqtda 3 rakat farz o'qishlar. Shu 5 rakat sünnetler ikkisini o'qish vaqti bo'ldi, uni boshqa vaqt yo'q deydi. Bizning Hanifi mazhablar kengri. Kun o'ltirganda tortib, shu shafaq material qizilib ketadi-ku. Qizil kun o'ltirgandan keyin qizillik yo'qgan qadar undan keyin namoz vaqti chiqadi. Qachon yo'qsa, uni xubda namoz kirdi. Endi qachonki namozning vaqti chiqibdi endi. Qizilchi yo'qaptimi? Yo'qgandan keyin namoz chiqatdimi? Chiqatgandan keyin shundan xubdan namozning vaqti kirdi. Shunday xubdan namozini qildi, kirdi. Bu boshlanish shu. Xubdan namoz kirdi, kirgandan keyin o'qisak bo'ladi.
Endi şu xuftanninki oxirgi vaqti. Xuftanning oxirgi vaqti qavm tong atmagan kadar. Tong atqichilik. Ya'ni xuftanning vaqti şu kirgan vaqtini tatib tong yurgan kadar orliqda o'qisak, o çanın özüde xuftanni öz vaqti o'qancha bo'lamiz, qazochi bo'lib ketmaydi. Tong etib ketmasa cho bo'ladi. Men shu orliq shu endi. Unda o'ndan men hozir mana 5 vaqt namozniki har birisiniki boshlanish va tugash nimasi bo'ladi ekan, vaqt bo'ladi ekan. Unda o'ndan har bir namozni mushu vaqtniki o'zida muayyan nim qilishimiz kerak ekan, o'qishimiz kerak. Endi bizning hayotimiz mayal bek ko'rsak 60 yil, 70-80 yil umr ko'ramiz. Onundan keyin o dünya ketimiz. Hiç qanday bir adam baqi qolgan adam yo'q. Ta Adem alayhisalom tatib payg'ambar alayhisalom onun milyar adam o'lib ketdi. Bizim ölümüz. Bu yerda namozni sal qarash bilan, kichkina bir dunyoning ishi bilan bunda g'aflatga qolsaqchi bo'lmaydi. Bizniki dunyoga bag'ovatning o'zida birdan bir asqatadigan narsamiz nima? Namoz. Shu payg'ambar alayhisalom shunday degan. Dunyoga bag'ovatning o'zida birinchi qatib so'rilgan narsa u odam namozni so'rildi degan. Namaz okudun mu okumadın mı deb. Eğer şu adamniki aş namaz oqa işi doğru olup, ben namaz okudum degan iş olsa, bunundaki iş hemmisi asallışı degan. Asallışı degan. Eğer o adam bu dünya namaz okumagan olsa, uçağın özüde men namaz okumay, aşındaq nima qilib aştaqan olsa, uçağın özüde bunundaki iş ters oldu degan. Uçağın cennet giriş ters. Cennet kirdi mi, o yer çıkış yok. Dozaq kirdi mi, çıkış yok. Men ebedül ebed o yer ölüm yok. O yer ölüp gidiş yok, kesel oluş yok, o yer açık gidiş yok, seslik buraş yok, tam işleş yok. Fakat o yerde rahatlaniş var. O yer ölüm yok. Ölüm yok olgandaki biz mahiyet 80-70 yıllık hayat yaxşı mı ya ebedül ebed hayat yaxşı mı? Biz bunu tallap çok kılışımız gerek. Bizge nispeten hayat yaxşı, ölgendeki ki menguluk hayat yaxşı. Bu nime o? Cepalık hayatmışında. Birden ağırıvatkan, birden kapıp gitpagan, birden biraz iş pişivatkan, hiç şeytan kızıktırıp yine haram işini kaldırıvatman devatkan, Kur'an okuş gelmegen, namazı okuş gelmegen, haram işini kılgıs gitpagan, kalgıs gitpagan, muşunda bir dünya. Biz şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma dünya müminin nimesi deydi o? Turmusi deydi. Onda deganlikda bu dünya karın yok demekçi emas. Çünkü ma dünyanınki özüde bizim qandaq iş qilishimiz dünyadaki netizga bog'liq. Eğer ma dünyada Kur'an edishga loyiq ish qilgan bo'lsak, u chaqniki özüde dunyoga bag'ovatning özüde şu cennetde bo'lamiz, mukofotga erishimiz. Ammo ma dunyo uchun ishni qilmabdik. Buningki mevsini u dunyoda ko'ramiz. Qilmasak uçan yo'qkan, uçan özüde andikin netçimiz aşağı nimukadımızda dözak kirip aşağı yağılap, cağırap turduğun gep. Oy mağbi Allah'ı dağına. Aşağı ayeti var. Aşağı mezmunda hem edisi var. Oy Allah'ı da bizim dözaktan çıkarsın ot. Mesela adet karapakı özümüz aşağı yakkanmada otun bedin mudak yıkıp bakını. Kandak kılmayız. Kaçını şuna koy. Mene muşu dünyanınki oti ma dünyanınki ma ot tazer. Dözanınki utidin 69 hassa kızıq deydi dözanın uti. Bunda. Adet ot demez. Mene uya kirip qalmasligimiz uchun qanday qilishimiz kerak? Namozni vaqtida o'qishimiz kerak, namoz o'qishimiz kerak, rostchil, mene sodiq, mene samimiy, mene bo'lishimiz kerak, harom ishni qilmasligimiz kerak, to'g'ri, halol, durust ishni qilishimiz kerak. Namoz o'qishimiz kerak. Endi yeni bir namaz var. Vitr namaz. İşte endi. Vitr qancha rakat? 3 rakat. Endi vitr namazının vakti xuftan namazınki vaktidir. Yani vitr namazının vakti xuftanın vakti kirdi degan gap. Vitrning vakti xuftan namazının o'qib bo'lgandan kim bo'ladi endi? O xuftan namazı burun o'qisak bo'lmaydi vitrni. Voy xuftan vakti kirdi, vitrni o'qisam bo'ladi demaymiz. Xuftan o'qib bo'lamiz, sunnat o'qib bo'lamiz. Ondan keyin nima bo'ladi? Vitr namazı oldu. Vitr namazı şu xuftan vaqtini kirganda tong yurgan qatar o'qisaqchi durustchi bo'ladi. Mana bu namozniki vaqtlari hammasi bu yerda nima qildi? Mana bekitildi. Mana mushu gap Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamda rivoyat qilgan bir qancha 100 hadisniki umumiy nimasi bu xulosasi, javhari.
Şu Peygamber'in yedisi kırıp baksan cık yedisi var bu doğruluk. Şu ölüm alınız, fikir ölüm alınız. Aş yedisinin umumi mezmunu ile men muşundaq çok iki koru men 5-6 kurup ne berdi ixchamlab berdi. Men muşun bunu amal qilsangiz, aş yedis bo'yicha Qur'onning digin bo'yicha amal qilsiz degan gap. Men bu fikr degan gap hech qanday o'zida aş yana fikr olimlarniki ayrim bir so'z emas. Bu Qur'on bilan yedisniki nim qilgan, jo'g'lab elingan, ixchamlab qilgan nemisi o so'zi. Xo'sh, anda o'yladik har bir namozdagi boshlanish ham chiqib kelgan vaqtni o'qitdiqmi? Men shu vaqtning o'zida o'qisak, namozda o'z vaqti o'qigan bo'lamiz. Ammo qanday vaqtda o'qisak, hamda bir namozning vaqti degan mesela bamda tutuq 2 rakat farzni o'qigan vaqtimizda tong yo'rg'anda kun chiqishi bo'lgan orliq degan nihoyat keng vaqtdek. O'chan birdan o'qib olamiz, uni kundiga bir mas'ul chiqadi. Shu vaqt jik, namozning vaqti sal nima qisqa. Unda o'yladik, mayada deydimde, mafasilda mana bamdat namozni oqati varaq o'qish sal afzal deydi. Bamdat namozi oqati varaq. Mana qishim yoz. Oqat, ya'ni tong otidi. Tong otdikin oppo'g'aydan olib, kun voy chikatay dedi deb qizilib qolsa bo'lmaydi. Oppo'g'aydan vaqtni o'qidi, meni o'qish nihoyat yaxshi ish. Chunki Payg'ambar bu to'g'ri hadisi bor. Nima degan? Shu mazmunda hadisi bor. Payg'ambar deganki, bamdat namozni nima qilinglar? Oqatib o'qinglar degan hadisi bor. Biz shu hadisga asosan bu gapni shu deymiz. Ammo asli buyruqqa asosan qanday qilishimiz kerak ekan? Asli buyruqqa asosan bu namozni o'z vaqtida o'qish, birinchi vaqtda o'qishimiz u afzal. Amir farmon degan, bir adam ish bo'lsa darhol qilsa hammadan yaxshi bo'ladi, xo'sh bo'ladi. Ammo kechikib, "Bay mani qiyotarsa, so'zilib uni keyin qilib qolsa achchiq keladi." Mana bu e'tibor bilan asli shunday qilish kerak. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam nima degan? Sizlar bamdat namozining o'zida asfiru bil fajr. Sizlar bamdat namozni oqatib o'qinglar degan. Onda o andiken, mana bamdat namozining o'zida sal oqati varaq, oppog'aydin qivaraq o'qisak munimo afzal deymiz. Ammo kelgan vaqt o'qisam bo'ldi, keyin o'qisakmi u nima namoz ado bo'ldi, lekin afzal, savob jiq bo'lish masalasi. Chunki u bamdatda jiq odam uxlaydigan bo'lgandan keyin, mana u odamning o'zi ko'p bo'la olmaydi. Sal tong otgan vaqtda o'qisak, odamlar jiq keladi, odam sabab jiq bo'ladi. Bu e'tibor bilan. Mana endi pishinni yoz vaqtining o'zida sal kechiktirib, so'tib o'qish nima u yaxshi. So'tib o'qish. Ya'ni istiqbal vaqtida ham deb shu Arab yarim oroli bak issiq degan ash kun ta jing tushib shunda qarg'an vaqt bak isib ketadi. Isib ketganda vaqti emas, sal isib hamda voy sal hamda havo sal salqin bo'ldi ya degan vaqtning o'zida shuni tatib o'qish nima u yaxshi. Ammo kun shundalik qarilibdi, o'qisaqmi bo'ladi. Uning hech qanday yo'q, chataqchi yo'q. Shuningdek, mana pishinniki o'zini yoz vaqtida kechiktirib o'qiymiz, yaxshi bo'ladi, ammo qish vaqtining o'zida baldir o'qishimiz yaxshi. Qish vaqtda qavun, havo so'g'oq. Havo so'g'oq vaqtimizda baldir o'qiganimiz yaxshi, chunki men aviyatda deganimizda amir farmonlarni degan amonamni o'z vaqti qilganimiz bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Endi asr namozniki o'zini kunki at to'g'ash jonlanib tug'an ashu yana to'g'ash nuri o'zgarmagan qadar kechiktirib o'qishimiz mening namozshamni nima bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Bu ma'nosi payg'ambardan elingan, payg'ambardan rivoyat qilgan hadisdan elingan gap bu. Ya'ni namozga vaqt peshin vaqt shunday chiqdimi? Shu chog'da o'qisam bo'ladi. Ammo shu chog'da o'qimay, sal kechiktirib kunlik val qilib turgan nur chechib turdi ya, chechib nurilgan nur o'zgarib ketmagan qadar. Ya'ni azroq deb bo'lgan kunlar shu yana quyoshninki g'arb taraf bo'lgan nuri azroq o'tgandan keyin jonliq nur yo'qolib ketadi. Uylikda lip qilib qoladi. U vaqtgacha emas, men shu vaqtga qadar uni sal kechiktirib o'qishimiz uni afzal bo'ladi. O nima afzal. Endi namozni oldirab o'qishimiz kerak. Ya'ni vaqt kirgan ma'noda uni kechiktirib o'qimay, chunki namozdan vaqti bak qisqa. Unda o'g'andagi qish yoz olamdi, so'g'oq olamdi, issiq olamdi. O'changizda kun o'ltirish ma'noda darhol azon o'qan bo'lsa, takbir o'qibla, men shu vaqtda o'qishimiz nima u bak yaxshi. Ammo u kechiktirib ana, qizillik
men tugab ketgan qadar namozning vaqti zodi, o'shan o'qishim bo'ladi. Lekin eng yaxshisi baldir o'qishimiz yaxshi. Endi xuftan namozini cho, xuftan namozi shu namozdan vaqt chiqqandan keyin tong atqishlik dedik. Bu yerda o'qisak bo'ladi. Lekin xuftan namozini mayli qish yoz bo'lamdi, shu kechininki 3dan 1niki oxirgi kechininki 3dan 1niki oldin vaqt qilishlik. Ya'ni masalan namoz shamniki tugishi bilan xutbaning vaqti kirishi bilan tong etishining oralig'i masalan 6 soat deydi. Shutam 6 soat. Buni 3 ga bo'lsak 3dan 1 qancha bo'ladi? Men 2. Ya'ni masalan 7da xutban bo'ldi deydi. 7da xutban bo'lsa masalan 5da desak, shu chan o'zida shu uni soat 9-10 qaroq soat kechiktirib o'qishimiz bu nima bo'ladi? Yaxshi bo'ladi. 3 yaz qilsak, shu chan o'zida kechiniki namoz shamning vaqti bilan tong atgandan keyin o'zini 3 vaqti, mana bir vaqti o'tib, 2 vaqti qolgan qadar o'qishimiz bu noit nima u yaxshi. Mana bir vaqt nima qilib kirgan vaqtni o'qisam bo'ladi. Mana xubdan azon chiqdi. Vaqt kirdi, o'choqdan bo'ladi. Lekin eng yaxshisi shu vaqt o'qimay sal kechiktirib, sal orqaga tortibroq o'qishimiz nima u yaxshi endi. Bu payg'ambar bu to'g'ri nimasi va yetishtiruvchi bu mazmunda. Endi 5 vaqt namozni mana qanday vaqt o'qisak o mana bo'ladi, lekin afzal vaqtni dedik. Endi vitr namozini cho deydi. Vitr namozi bor. Vitr namozniki o'zining kechiniki oxirida o'qiganimiz yaxshi. Men tong atgandan, tong atishdan 5 minut burun men o'qiganimiz eng yaxshi. Chunki payg'ambarning jiq hadislarida, mazmunlarida sizlar namoziniki kechida o'qigan namozning eng oxirida vitrni qilinglar degan hadislar bor. Men shunga asosan ulamolarimiz vitr namoziniki o'zini men kechininki oxirida tong etib ketay degan vaqtni o'qishimiz bak yaxshi deydi. Ammo xubdan o'qishlar men o'qib bo'lgandan keyin o'qisam bo'ladi. Endi agar u odam o'qishga ishlamabdi. Ya'ni hozir o'qimay xubdan o'qiyotgan, keyinlik tartib. Anda o tong atishdan burun men xubdan o'qiyman deganlikka ishonch yo'q. Uxlab qolaman, qazo olib ketadi. Chunki vojib bu-da u. Bunda olib qolsa, o'chanimizda bu odam shu xubtanni shu kechiniki avvalda o'qiydi. Ya'ni xubtanni o'qib bo'lgandan keyin xubtan namozini shuni yondashlablar nima qiladi? O'qiydi, chunki namozni qazo qilish nima gunoh kabira. Cho'ng bir nima u harom ish u. Endi namoz sham mana bomdod, peshin, namoz shamniki o'zini havo tutuq kunlarda. Ama yuqoriga hammasi havo ochiq. Havo ochiq bo'lgan kunlarniki mana qanday vaqtning o'zida o'qsa yaxshi, qanday vaqtning obdan bo'lmaydi bu belgilandi. Ammo havo tutuq kunlarniki o'zida, masalan, bomdod, peshin, mushu namoz shamniki o'zini sal kechiktirib o'qishimiz nima u yaxshiroq. Hozir endi vaqtning o'zini ham dunyoning ham bir soatlar belgilab ketdi. Şu saat qarab hozir o soatning o'zi muazzam soat bo'lib ketdi. Soatni shundoq tanglab qo'ysak, tushirib qo'yishun namozning vaqtida telefonimizni sarayda olib ketdi. Masjidda o'qiydan olib ketdik. Hozir u bilmabdimi deydigan narsa shu yo'q endi. Vaqtning ashunda bo'lib ketdi. Endi bu yerda havo tutuq masalasidan mana qishib ketdi, havo tutuq ketdi. O'chanimizda soatimiz masalan 5 ta namoz vaqti bo'lgan bo'lsa, 5 dan 10-15 ya 20 minut ya 5:30 qilib, mana havo tutuq kunlaringizda bomdod, shu peshin, namoz shamni mana yarım soat kechikroq o'qishimiz nima u yaxshiroq. Ammo kirgan vaqtning o'zida kirib o'qisakmi chatoq yo'q, u bo'laverdi. Endi yana havo tutuq kunlarniki o'zida asr bilan xubtanni baldir o'qishimiz yaxshi. Chunki makro vaqt bo'lib qoladi asr namozi. Xubtan namozi kechiktirib o'qib qo'ysak, havo tutuq kunning o'zida yağmur yağıp qalsa çataq, yağmur hava qayıqıb qalsa, uçağımızda kişiler nemi çıqamaydı, mescid çıqamaydı. Mescid çıqamadıyken o yerdə cemaatniki nemiz pəzilitin məhrum qalıdı. Şunun üçün şu hava tutuq günlərniki üzüdə mən şu əsərlə xubtanni səl keçikdirərək, nima, o baldıraq oxunumuz nemi o yaxşı deyildi. Anda oğandakən mən İslam dinimizdə 5 vaxt namazniki 5 vaqti men mushu bo'lgan bo'ladi. Ham shu vaqtning ichida qaysi vaqtda meni o'qisak afzal bo'ladi, qaysi vaqtning o'zida afzal bo'lmaydi. Afzal deganimiz bilib olish kerak. Bo'lmaydi demakchi emas, yaxshiroq degan gap. Shu kirgan vaqtning o'zida o'qisak bo'laveradi, hech qanday yo'q. Lekin savobni chiqqanini desak, men oyati deganimizdek, shuni anda vaqtda o'qishimiz afzal, bunda o'qishimiz afzal dedi. Men shuni asosan o'qisak uchun yaxshi bo'ladi.
Hammamizni Alloh taolo mana shu yuqorida deyilgan shu ahkam bo'yicha amal qiladigan 5 vaqt namozni hech qanday vaqtimizda qazo qilmaydigan, o'z vaqtida o'qiydigan, namozniki o'zini shu payg'ambar mening ko'zimniki nuri degan. Ko'zimni qarchug'i degan payg'ambar namozni. Adamga nisbatan ko'zning qarchug'i qanday muhim? Namoz shundoq mening hayotim bilan o'xshash degan. Meni Alloh taolo meni payg'ambar boshda degan. Unda o'g'aniga bizni shu namoz nihoyat muhim bo'ladigan, har qanday ishdan bak afzal bo'ladigan, namoz vaqtida o'qiydigan, o'z vaqtida o'qiydigan haqiqiy taqvo muttaqi meni yaxshi bolalardan, qizlardan, o'g'illardan qilsin Alloh taolo va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.